Marazilka sotadigan va marazilkadan tirikchilik qiladiganlarga Alloh sabr bersin, chunki hali issiqlik boshlanmasdan, sezon kirmasdan marazilka narxi tushib ketdi. 200 litrli marazilka o'rtacha 250-300 dollar sotilardi. Hozirgi paytda bor yo'g'i 175 dollardan bo'lib ketdi. Xuddi shu model 300 litrlilarni o'rtacha 350-400 dollargacha ham sotilardi. Shunaqa katta bo'ladi, podsvetkali. Bu modellar hozirgi paytda bor yo'g'i 300 litrlilari 245 dollardan bo'lib ketdi. Kelib qo'lingiz bilan ushlab ko'rmasangiz ishongingiz kelmaydigan narx, chunki mana shunaqa ikkita eshikli katta marazilkalar 600 litrlilari vaqtida bular 700-800 ming dollargacha ham sotilgan. 600 litr объемda ham xolodilnik ham marazilnik bo'lib ishlaydi. O'zini podsvetkalari bor. Ofitsialniy 1 yil garantiya beriladi. Hozirgi paytda bu modellar bor yo'g'i 444 dollardan. Undan tashqari shunaqa ko'rinishda vitrinli xolodilnikni ham narxi ancha tashagan. Shunaqa akkuratniy dizaynda bo'ladi. Tepa tarafi yonadi, ikkita yon tarafida ham podsvetkalari bor. Elektron tablosi bo'ladi. Reshotkalari полностью metallический, ham suv mahsulotlari, ham pirojniy mahsulotlarga ishlata olasiz. Bu turdagi xolodilniklarni o'rtacha 900 ming dollar atrofida sotilardi. Hozirgi paytda bu modellar bor yo'g'i 599 dollardan. Shunaqa katta chegirmaga tushgan mahsulotlarni o'tkazib yormaslik uchun podpiskani bosib qo'ying.